Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, xalq bilan muloqot ko'rsatuvi orqali yana sizlar bilan diydorlashib turganligimizdan mamnunmiz. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida Denov tumani hokimi Normamatov Anvar Mamatovich boshchiligidagi tumandagi barcha mas'ullar, huquq-tartibot idoralari rahbarlari, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi korxona, tashkilot va muassasalarning rahbarlarini, mas'ullarni taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Qadrli teletomoshabinlar, agar sizlarda Denov tumanida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, ayni damda amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi vazifalar xususida savollar, takliflar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, ekranlaringizda namoyish etib borilayotgan telefon raqamlariga, Telegram raqamiga, shuningdek asosiy murojaatlarni Xalq bilan muloqot Telegram boti orqali qabul qilyapmiz. Aynan Telegram Xalq bilan muloqot Telegram botiga murojaatlarni yo'llashingiz mumkin. Ana shundagina bizda murojaatlaringizni o'qish imkoniyati kengayadi. Anvar Mamatovich, keling dastlab tumanda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar, umuman davlat dasturlarining bajarilishi, amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi vazifalar xususida qisqacha to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli vohadoshlar, hurmatli denovliklar. Albatta mana ish boshlaganimga 6 oy muddat bo'ldi. 6 oy ichida prezidentimizning qarorlari, farmonlari, viloyat hokimimizning qaror farmonlarini ijrosini ta'minlash bo'yicha tumanda bir qancha ishlarni amalga oshirdik. Hammamiz bilamizki, bugungi kunda Denov tumanida 460 ming aholi istiqomat qilib keladi, katta tuman. Albatta buning muammolari, bir qancha qiyinchiliklari bor. Bugungi kunda tumanimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshirilyapmiz. Jumladan baribir aytib o'tishimiz kerakki, muhtaram yurtboshimizda bugungi kunda denovliklarga yaratib bergan sharoitlarni albatta aytishim kerak. Mana shu 2026-yilda muhtaram yurtboshimizda alohida qarorlari bilan 26 ta Denov tumanida o'z 98 ta mahalla bor. 98 ta mahalladan 26 ta mahallani og'ir mahalla deb tanlab olinib, har biriga 3 milliard so'mdan davlatimiz rahbarining qarori bilan pul berilyapti. Albatta 26 ta mahalla yilning oxiriga borib ishsizlikdan xoli va kambag'allikdan hududga aylantirish bo'yicha hozir bugungi kunda qurilish tashkilotlarimiz aniqlangan, ishlar amalga oshirilyapti. U yerda nima ishlar qilinadi? Xalqimizni bugungi kunda qiynab kelayotgan elektr energiya bilan bog'liq muammolar, yo'l muammolari, suv muammolari hammasi mana shu 26 ta mahallada bartaraf etiladi. Undan tashqari ikkita yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallaga muhtaram yurtboshimiz 5 milliarddan 10 milliard so'm berilyapti Denov tumanida o'zida. Undan tashqari mana shu Denov tumanini iqtisodiy rivojlantirish, ishsizlikni bartaraf qilish, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha driver loyihalar asosida 51 milliard so'm qo'shimcha pul berilyapti. Bu pullar mana shu Denov shahrining ichida albatta xarajat qilinadi. Mana Qizilsuv daryosi bor. O'sha Qizilsuv daryosida 24 ta ko'p qavatli uylar qurish maqsadida hozir bizlar ish olib borilyapmiz. O'sha daryoning qismini to'g'irlash yo'nalishida, shaharning ichidagi 308 kilometr joyda asfalt qilish, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha mana shu pullar yo'naltirilyapti. Undan tashqari tumanimizda asosiy xalqimizni qiynab kelayotgan masalalardan biri, bu ochig'ini aytishimiz kerak, bu hozirgi kunda ijtimoiy soha obyektlarining remontlari. Bugungi kunda Denov tumanida muhtaram yurtboshimizning qarorlari bilan uni ham alohida e'tibor qilishimiz kerak. 8 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti bugungi kunda remont bo'lyapti, 61 milliard so'm. Undan tashqari 5 ta maktabimiz remont bo'lyapti, u ham yillik 1 milliard so'm. Bu ishlar davomiy olib borilyapti. Endi baribir hozir bizga savollar ko'p bo'ladi. Albatta asosiy bugungi kunda xalqimizni qiynab kelayotgan masalalardan biri bu 4 ta masala asosiy: suv masalasi, elektr energiya, yo'l, shunga o'xshash masalalar. Joriy yilning 6 oyi davomida biz viloyat hokimimizning yordamlari bilan o'zimizning orttirilgan mablag'larimiz hisobidan 28 kilometr
yo'limizni 6 oy ichida asfalt qildik. Undan tashqari 310 kilometr joyda xalqimizga imkonimiz qadar toshlab berdik. Albatta bu ishlarni bugungi kunda Maqsud aka davom ettiryapmiz. Bundan tashqari bizlar bugungi kunda mana shu 98 ta mahallamizni muhtaram yurtboshimizni 2025-yil 25-dekabrdagi 338 sonli qaroriga asosan Denov tumani 2026-yilning dekabr oyiga borib ishsizlikdan xoli va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha rejalar qilib olganmiz. Bu rejalarimizda tizimli mana shu yerda o'tirgan tashkilot rahbarlarimiz, huquq oluvchi idoralarimiz bilan birga ishlab kelyapmiz. Albatta biz bugungi kunda xalqimizning nimaki masalalari bo'lsa, nimaki muammolari bo'lsa, biz albatta yetishga tayyormiz. Muhtaram yurtboshimiz hamma imkoniyatlarni yaratib bergan. Faqat biz mana shu men boshchiligimda muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari, mana shu yerga o'tirgan o'rinbosarlarim, tashkilot rahbarlarim, korxona rahbarlarim bilan birgalikda faqatgina biz kecha-yu kunduz ishni tashkil qilib, to'g'ri ishni taqsimlab olib, agar ishlarni amalga oshiradigan bo'lsak, men o'ylayman, xalqimizni qo'limizdan kelgancha xizmatini qilib, qo'limizdan kelgancha muammolarni yechishga harakat qilamiz. Albatta bu bizning burchimiz, majburiyatimiz. Agar mana shu qabulimizda, bugungi ko'rsatuvimizda masalalar bo'lsa yozib olamiz. Mana tashkilotlarimiz shu yerda, korxonalarimiz hamma masalalarni belgilangan muddatda imkon qadar yechimi bo'ladigan bo'lsa o'zimiz yechib beramiz. Agar viloyat hokimimiz bilan bog'liq masalalar bo'lsa, viloyat hokimimiz bilan kelishilgan holda yechib beramiz. Agar yuqori turuvchi idoralar bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, uni ham albatta biz birgalikda hammasini yechib berishga mana denovliklarga biz va'da beramiz. Rahmat Anvar Mamatovich, tan olib aytishimiz kerak, hozir to'g'ri ta'kidladingiz. Butun yurtimizda bo'lgani kabi keng ko'lamli islohotlar, o'zgarishlar, yangilanishlardan albatta Surxondaryo viloyati, vohamiz, shuningdek Denov tumani ham chetda qolayotgani yo'q. Buni albatta yurtdoshlarimiz, xalqimiz ko'rib bilib turishibdi va bugungi ammo ayrim jabhalarda o'sha qaysidir ma'noda qaysidir mas'ullarning e'tiborsizligi yoki yuqorida aytganingizdek boshqa bir sabablar bilan e'tibordan chetda qolayotgan holatlar ham yo'q emas. Buni aynan ko'rsatuvlar jarayonida ko'rib boryapmiz. Aslida muammo qilib ko'tarib chiqishga arzimaydigan holatlarda ham muammo bo'layotgan holatlari, masalan, boshqa o'sha tumanlar bilan bo'layotgan, boshqarmalar bilan bo'layotgan ko'rsatuvlarda ko'rishyapti tomoshabinlarimiz, o'zlarining xulosalarini, fikrlarini bildirishyapti, masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali. Bugun ham ana shunday murojaatlar bilan Denov tumanida istiqomat qiluvchi vohadoshlarimiz murojaat yo'llashgan. Bizda vohadoshlarimizga yengillik bo'lishi uchun mana xalq bilan muloqot Telegram botini ishga tushirdik va bu ekranlarida mana namoyish etib borilyapti. Aynan shuni skaner qilib va murojaatlarni yo'llashlari mumkin bo'ladi. Boisi biz telefon raqamlari orqali tomoshabinlarimiz bilan muloqot qilganda ularni nima demoqchi bo'lganliklarini to'liq fikrlarini anglab yozib olish mushkulda ko'rsatuv jarayonida. Va biz xalq bilan muloqot Telegram botimizga esa batafsil o'zlari istagandek fikrlarini erkin ifoda etishlari mumkin. Bemalol agar murojaat qilsa o'qib eshittirishga harakat qilamiz va biz savollarga o'tsak. Dastlabki savolimiz xalq bilan muloqot Telegram botiga kelgan Haydarov Muhiddindan. Denov tumani Surnaytepa mahallasidan. Denov tumani Oxunboboyev suv iste'molchilar uyushmasi hududidagi yo'nalishli marshrut, ya'ni arzon narxda doimiy qatnaydigan avtobus qatnovini Denov tumani Surnaytepa mahallasi Usmon Yusupov qishlog'i orqali aylanib Oxunboboyev hududi bilan chiqishiga va aholimizning uzog'ini yaqin qilishiga yordam bersangiz, xalqimizning boshi osmonga yetardi, debdilar. Avvalambor savol uchun katta rahmat. Albatta biz hozir mana shu xalqimizda yumushini yengil qilish maqsadida shahar ichida hozir mana yangi tadbirkorlarimiz 50 ta viloyat hokimimizga ham iltimos qilgandik. Mana Termiz shahrida yangi avtobuslar keldi, hammamiz xabarimiz bor. Bizda ham havasimiz kelib viloyat hokimimizdan iltimos qildik. Mana 2 oy ichiga transport boshqarmasi bilan gaplashib oldik. Tadbirkorimiz aniq 50 ta shaharning ichida biz ham avtobus qo'ymoqchimiz. Lekin hozir Denov tumanida yo'q, juda kam bitta 2 ta bor. 50 ta avtobus kelyapti.
shartnomalar qilingan. Albatta o'sha boramiz, o'sha yo'nalishga o'rganib imkoni qadar qo'yib beramiz. Albatta bu 50 ta avtobus Denov tumaniga yetarli emas, qo'shimcha avtobuslarimiz ham bor. Yo'nalishni ko'rib, qo'limizdan kelgancha o'sha marshrutga avtobus qo'yamiz. Faqatgina to'g'risini aytishimiz kerak, hozir emas, 2 oy ichida qilib beramiz. Rahmat. Bizda navbatdagi savol kelibdi. Qobilova Nilufar, yashash manzillari Angor ekan. Assalomu alaykum. Men Qobilova Nilufar, tazyiq va zo'ravonlikdan farzandlarim jabr ko'rgan. Video tasvirlari ham mavjud deb o'sha tazyiq o'tkazayotgan inson ismi shariflarini yozibdilar va bu masalaga yordam bersalaringiz, o'sha bolalar ombudsmaniga ham yetib borsa shu murojaatim debdilar. Faqat Nilufar opa, biz ko'rsatuvlarimiz jarayonida aytamiz, o'sha bir tomonli fikri bilan ikkinchi tomonni ismi sharifini oshkor qila olmaymiz. Bu o'rnatilgan amaldagi me'yorlar, qoidalarga to'g'ri kelmaganligi sababli albatta ko'rsatuvdan so'ng huquq-tartibot idoralariga aynan o'sha siz yuborgan shaxsning, fuqaroning ism-familiyalari, shariflarini taqdim etishimiz mumkin bo'ladi. Va bizda navbatdagi savolimiz bor. To'raxonov Xo'jamqul, Denov tumani Chag'onyon mahallasi Matonat ko'chasidan ekanlar. Denov tumani Chag'onyon mahallasi Matonat sobiq Alpomish ko'chasi 43-uyda yashovchi To'raxonov Xo'jamqul Tangirevich tomonidan murojaat. Joriy yilda bizning Chag'onyon mahallasi Matonat ko'chasi asfalt qilindi. Bu bizning ko'p yillik orzumuz edi. Buning uchun Surxondaryo viloyat hokimiga, Denov tumani hokimiga minnatdorchilik bildiraman deb minnatdorchiliklarni yo'llaganlar. Hamroh Haqqulov, Denov tumanidan navbatdagi murojaatlari. Assalomu alaykum, hurmatli rahbarlar. Biz Denov tuman Obodon mahallasida yashovchi fuqarolar. Bizning murojaatimiz toza ichimlik suvi. Mahallamiz ahli ichimlik suvidan qiynalib keladi. Suvoqo va Aji biz bu mahallaga xizmat ko'rsatmaymiz. Yozma javob qaytaryapti. 3 milliard mablag' MFIga ajratilgan. 1 milliard asfalt uchun shu pulga ichimlik suvi chiqarsak debdilar. Ruxsat bersangiz, suv ta'minoti rahbari axborot bersin. Marhamat. Men Denov tuman suv ta'minoti bo'lim boshlig'i Xurshid Toyirovman. Haqiqatan ham Obodon mahallasida 4 ta bir qudug'i bor. Hammasi ish jarayonida ishlab turibdi. Bular mahalla hisobida bo'lib, bizda abonent bo'lmagan, biz bilan shartnoma tuzilmagan, bizda xizmat ko'rsatmaymiz degani shundan. Ular o'zlari balansida o'zlari iste'molchilar, u kishi bilan gaplashganmiz, haqiqatan murojaat qilganlar. Demak, yangi suv qudug'i qozib berishni so'rayaptilar. Uni biz u kishiga aytganmiz, nima deydi? Ovoz yig'ib olish yo'li bilan Tashabbusi byudjetga. Tashabbusli byudjet orqali yutib olib qilish mumkinligini tushuntirganmiz. Yana qo'shimcha qilsam, Maqsud aka ruxsat bersangiz, biz albatta bu murojaatni yana o'rganib chiqsak, endi muhtaram yurtboshimiz bizga hamma imkoniyatlarni yaratib bergan. Mana shu xalqimizning muammolari yechish uchun pullar ham yetarli Denov tumanida. Mana iqtisodiy masalalar bo'yicha birinchi o'rinbosarimiz o'tiribdi, hech qanaqa masala yo'q. Agar haqiqatan ham o'sha yer zarur bo'lsa, quduq qozib suv chiqarish kerak bo'lsa, biz boramiz, qilib masalasini yechamiz. Faqat bizga o'rganishga bir 10 kunlik muddat berishingiz. Chunki bu nazarda tutsa mana bunaqa mahallalar ro'yxatiga tushgan, pul ajratilgan deyapti-ku, bu u dasturga taka mahallalarga tushgan hudud sanalar ekanda. Endi suv yo'qmi, biz qilib berishimiz kerak-da uni. Biz bahona qilishga haqqimiz yo'q. Biz uni qilib beramiz. Hech qanaqa. Rahmat. Mingbuloq mahallasidan Safarov Qulmuhammad, mahallamizga 2 oydan beri gaz balon to'ldirib kelinmaydi. Bunga sabab nima? Tuman gaz korxonasi mas'ullariga telqitsak, adashdingiz deyishdan nariga o'tishmaydi. Kelgan gaz balon ham 10 kunga yetmaydi. Buni kim nazorat qiladi? debdilar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Men Denov tuman gaz bo'lim boshlig'i Mavlonov Olimjon Muhammadovichman. Hozir ishlab chiqaruvchi korxonalar tarafidan sal o'sha mana shu oyda ishlab chiqarish mahsuloti kamayganligi sababli bizda o'sha GNES deymiz, gaz kelishi to'xtab qoldi bir 4-5 kun. Xudo xolasa shu oyda yetkazib beramiz, hammasiga muammo bo'lmaydi. Mashinalarimiz hammasi soppa-sog'.
kam keladi deganga meni o'zimni shaxsiy telefonimga yoki murojaat qoldirsalar men bu masalani joyiga borib o'rganib beraman. Paxtakurash mahallasidan Qurbon Nazarov Doniyor. Mahallamizdagi elektr uskunalari yaroqsiz holatda, natijada elektr simlari pastlab qolgan. Hayrobod ko'chasi va Katta Karvon yo'li ko'chasida yo'l ta'mirlash ishlari olib borilgan, ammo ayrim joylarda oxiriga yetmagan ishlar bor. Bu ishlar qachon yakunlanadi? Shu masalada yordam bersangiz dedilar. Navbatdagi savollarim. Paxtakurash ko'chasiga 500 metr piyodalar yo'lakchasi qurish masalasida 2023-yildan beri murojaat qilib kelaman. Ammo mas'ullar javob xatini berishdan nariga o'tishmaydi. Bu ishlar qachon yakunlanadi? 4-savollari. Ichimlik suvi uchun suv inshooti hashar yo'li bilan ko'tarilgan. Hozirda 20 xo'jalikda suv hisoblagich yo'q. Suv hisoblagich o'rnatishda ko'mak bersangiz dedilar. Birinchi elektr. Qani marhamat, tumanmi, shaharmi? Tuman elektr. Marhamat. Assalomu alaykum. Men tuman elektr svet boshlig'iman. Paxtakurash mahallasini hokimimiz aytgandek juda ko'p tashabbusli byudjetlar, obod mahalla bo'yicha ko'p ishlarni olib borganmiz. Joyiga chiqib ertani o'ziga o'rganib, ijobiy hal qilish choralarini ko'ramiz. Rahmat. Yo'l bor ekan, ikkinchi savollar. Qani yo'l bo'limi bering. Ikkinchi qatorda ham bo'lish kerak mikrofon. Oling. Marhamat. Ertaga o'sha paxtakurashga borib, o'sha trotuar joyini borib o'rganib ko'rib, mutaxassislar bilan borib birga agar nima qilish kerak bo'lsa qilib trotuar qilib beramiz. 500 metrli piyodalar yo'lakchasi bor ekan. 3-savollari 2023-yildan beri murojaat qilaman deyaptilar. Yana yo'lakcha bo'yicha biz o'zimiz obodonlashtirish boshqarmamiz bor. Ichki yo'llar bo'lganligi sababli fuqaromizga hozir birma deyishimiz, va'da berishimiz qiyin. Lekin borib o'sha yo'llarini ko'rib, albatta men amaliy yordam beraman, chunki murojaatlari samarasiz qolmaydi. Chunki sizlar tomonilaringizdan nazorat qilinadi. Bir borib o'rganib, imkon qadar bir ijobiy masalalarni ko'rib chiqamiz. Chunki hozir ko'plar yo'lakqa bering, boshqa qilib bering deb bizga murojaat qilyapti. Tumandoshlarimiz ham to'g'ri tushunish kerak-ku. Borsak, sunos qiladigan joylar bor yoki boyagi qishloq xo'jaligi foydalanadigan joylar bor. Sal muammolari bor. Agar muammolar bo'lmasa, bizlar albatta uni borib qilib beramiz. Hisoblagichlar bo'yicha, suv hisoblagich bo'yicha. Birinchi qatorda bor. Paxtakurash mahallasida bo'lgan suv inshootini ta'mirlashda shaxsan o'zim qatnashganman, uni bilaman. 20 ta cho'chikda o'rnatib berib ijobiy hal qilamiz. Xudo xolasa. Rahmat, hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, qadrli teletomoshabinlar. Bugun savollar Telegram botimizga, Telegram raqamimizga, telefon raqamlariga kelishda davom etmoqda. Bundan tashqari hamkasblarimiz Denov tumanida bo'lib qaytishgan. Hozir rejissorlarimizdan iltimos qilamiz, dastlabki lavhani namoyish etishsa va lavhada ko'tarilgan masalani ko'rib birgalikda javob bersak. Marhamat. Biz ayni vaqtda Denov tumani Qaytmas mahallasidagi Bekbaraka ko'chasida turibmiz. Mana guvoh bo'layotganingizdek, ushbu ko'chaga 50 dan ortiq simyog'ochlar chirib, yomon juda ham bir bunday xavfli holatga kelib qolgan. Mahalla fuqarolarining so'zlariga ko'ra, ushbu simyog'ochlar 1960-yillar atrofida qurilgan. O'tgan vaqt davomida ushbu simyog'ochlarni yangilash bo'yicha bir necha marotaba murojaat etishgan bo'lsa-da, ammo natija bo'lmagan. Tasvirlar orqali ko'rib turibsizki, ushbu ko'chada maktabgacha ta'lim tashkiloti joylashgan. Ta'lim muassasasining yonginasida esa transformator mavjud. Afsuski, mazkur transformator xavfsizlik talablariga muvofiq tarzda o'ralmagan. Bu holat bolalar hayoti va sog'lig'i uchun jiddiy xavf tug'dirishi tabiiy. Hamma istalbalar chirib ketgan. Mana ko'ryapsiz, mana istalbalar faqat sim ushlab turibdi xolos. Agar simlar uzilsa, istalba ketadi qaysi tomon bo'lsa. Bu yerda yosh bola o'tadi, maktab bolalari o'tadi. Shamol bo'lsa svet o'chadi. Ko'rmagan joylari bor, ularda vaqt yotib qo'ygan istalbalar. Svet o'chsa, istalba o'ynab tushadi, sozlayapti deydi. Ayniqsa desatda oldidagi, maktabda oldidagilar, ana shu istalbalar hammasi yangilash kerak. Mana ko'rgan uchburchak istalbalar uchi yonib ketgan, 1,5 metr yonib ketgan. Tagidan ulab qo'yishdi. Endi hozir tom bilan baravar. Yosh bolalar cho'p bilan o'ynaydi deb qo'rqasan. Uni oldin olmasa mahallamizda bildirish xati bergan, endi qiladi deyapti, endi kutyapmiz endi qachon qiladi deb. Elektrset xodimlarga men 2-3 martadan ariza yozdim, mahallaga yozdim.
Menga hech qanday natija ham bo'lmayapti, boshqa ham bo'lmayapti. Yordam qilinglar, bir 4 ta stalbaga qolgan xarajatini o'zimiz ham qilamiz dedik, uni ham qilib bermayapti. Mana qo'lbola stalbalarda o'zimiz kuchimiz bilan qilganmiz endi vaqtida. Endi beton stalba qilib bersa, biz mana shunday qilib betonlab, hamma joyda mana shunday qilib chiroylilab obod ko'cha qilamiz deb men tushuntirdim ham, ular yaxshi tushunmadi. Rayon nimasi ko'p menga ta'zir o'tkazgani, ular qo'lingdan kelganini qil, boshqa qil degan gaplargacha ham bordi. Fuqarolar tomonidan ko'tarilayotgan mazkur muammolar tez orada o'z yechimini topib, aholi roziligiga erishiladi degan umiddamiz. Xabarim bor, bu joy dasturda bor, 6 kilometr liniya qurishimiz kerak. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan o'sha dasturlar tasdiqlangan, loyihalar qilindi. 1 oy ichida ish boshlanadi bu yerda. Mana ko'rgan bo'lsangiz, yangi transformator turibdi, faqat atrofidagi agrajniya masalasini aytyapti. O'tgan yilda hisobida o'sha transformatorni qo'yib berganmiz 250 talik. Ikkinchi transformatorni ko'rsatyapti. U aholini bizning muhofazamizning ichida uy qurib olgan bir necha bor o'shani men atrofini agrajniya qilishim kerak desam, ular to'sqinlik qilgan. Lekin 1 oylar ichida ish boshlanadi bu yerda. Muammoni yechamiz. Rahmat. Yana biz fuqarolardan kelgan savollarga o'tamiz. Denov shahri Nuriston mahallasidan Akmal Mengniyozov qo'shimcha transformator o'rnatib bergani uchun fuqarolar nomidan minnatdorchilik bildiramiz debdilar. Bundan tashqari Telegram raqamimizga ham savol kelgan. Karim Mirza, Denov tumani Sanoatchilik mahallasi Bebuxonim ko'chasi 46-uyda yashayman. Savolim kadastrga oid. Otamga tegishli bo'lgan yerni qayta kadastr qilish uchun kadastr bo'limidan xodimlar kelib, hech qanday o'lchovlarni amalga oshirmay ketishdi. Shundan so'ng kadastr hujjatlarini qayta shakllantirish uchun MyGov.uz platformasidan ariza berdim. Qayta kadastr shakllantirilgan variantini olganimda faqat yer mulkka egalik huquqi berilgan, ammo mulkka nisbatan egalik huquqi berilmagan. Tuman bo'limiga borganimda e'tirofda turibdi deydi. Hech kim kelib o'lchamasa qanday qilib e'tirofda turadi? 1 yildan oshdi. Otamning nomidagi kadastr hujjatini o'z nomimga o'tkaza olmayapman. Otam vafot etib ketgan. Faqat aniq javob kerak debdilar. Kadastr ruxsat bersangiz men o'zim javob bersam. Endi baribir hamma narsa qonunda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi, Mas'ud aka. Bizlar mana hozir prokurorimiz o'tiribdilar. Ruxsat bersangiz, prokurorimiz o'zlari o'rganib, qonuniy qaror qabul qilib bersalar, maqsadga muvofiq bo'ladi demoqchiman. Rahmat. Denov tumani Istiqbol mahallasidan Aziza Toshpadalova bir necha oydan buyon shirkat masalasida barcha tashkilotlarga murojaat etdik. Shu bugun ham tuman shirkat rahbari bilan gaplashdim. Pulini to'la deyapti. Bir shirkat to'lovini 1 yilligini to'lab qo'yganman. Santexnik kerak desam pulingga chaqir deyapti. Shu masalani hal etib bersangiz debdilar. Endi unga ham o'zim savolga javob beraman. Denov tumanida 244 tadan oshdi hozir. Kunlik topshiriq jarayonida ketyapti yangi ko'p qavatli uylarda. 2 ta shirkat xizmat qilyapti. Hozir shirkatni 4 ta qilamiz. Albatta bu shirkat kamchiligi. Biz uni o'zimiz ertadan o'ziga bartaraf qilib beramiz. Sababi bugun ham mana butun tashkilotlarimiz bilan hammamiz shu Guliston mahallasiga borib, o'sha xalqimizning muammolarini yechish bo'yicha qabullar o'tkazdik. O'sha yerda hashar uyushtirdik. Albatta ertaga men borib, shaxsan o'zim fuqaroni qabul qilib, shirkatda juda kamchiliklar ko'p. Bu bizda aybimiz, shirkatda aybi. Biz uni bartaraf qilib beramiz. Hech qanaqa masala bo'lmaydi. Rahmat. Anvar Mamatovich, ayni o'rinda bizda video lavha bor. Ayni shu mavzuda albatta u paytda tuman mas'ullari, umuman kelgan mas'ullar boshqa bo'lishgan va bundan 2 yil avval 2024-yilda ham aynan shunday biz qisqa fursatlarda hal qilinadi degan shirkat bilan bog'liq muammolar bo'lgan va 2024-yildan beri hal bo'lmay turgan muammo bor. O'sha lavhani namoyish etsak, marhamat. Denov tumanining Istiqlol mahallasi Maqsud Shayxzoda ko'chasidagi ko'p qavatli uylarni bundan oldin ham bir necha marotaba ommaviy axborot vositalariga, xususan o'sha xalq bilan muloqot ko'rsatuviga yoritganmiz va ushbu masalalar bo'yicha o'sha tuman mas'ullarining qisqa fursatlarda mavjud kamchiliklar bartaraf etilishi bo'yicha va'dalarni ham olganmiz, ammo biz manzilda kelib ko'rganimizda o'sha hamon berilgan va'dalar bajarilmaganligini, shuningdek mavjud muammolar hamon shu holatcha turganligini guvohi bo'ldik. Mahalla fuqarolarining so'zlariga ko'ra, ushbu tashkilot faqat pul kerak bo'lgandagina kelar ekan.
Shirkat kelmaydi ham bir 3 oy 4 oyga yillab ham kelmaydi. Bizga faqat pul ber deydi. Mana ariqlarni tozalaymiz degan, podyezdlarni tozalaymiz degan, mana tarnovlardan suv oqib uylarga o'tib yotdi. Guvohi bo'layotganingizdek, ommaviy axborot vositalarida yoritilgan muammolar hamda ularni qisqa muddatlarda bartaraf etish bo'yicha berilgan va'dalar amalda o'z tasdig'ini topmagan. Hamon o'sha ahvol, qarovsiz qolgan hojatxona, chala tashlab qo'yilgan tarnovlar va boshqa muammolar saqlanib qolmoqda. Bizlar mana shu mahallada yashaymiz, domlarda. Shirkat degan tashkilot bor, davlat tomonidan. Xo'p, bu majburiy tashkilot ekan. Xo'p deymiz, kelib avvalo kelib bizni tanishtirganda 2 yillik oldin qonun chiqqan deb pulni oluvdi. Oyma-oy to'lab turgich edik, limonlarni bir martagina qildi. Mana ahvol, domlar shunday ho'l bo'ladi, yomg'ir yoqqanda kelsangiz. Domni boshi ko'l bo'lib yotibdi. Shirkat tashkilot kerak emas, bizlar bloger olib prokuraturalargacha borganmiz. Ular kelib o'zlari bilan maqtanadiki, bizlar mana shu domlarni remont qilamiz, hovli tashqari bizni bo'ynimizda deb. Lekin qilmay, 1-2 marta kelib o'tlarni urib ketgan, tamom. 2024-yil yozilgan mahallani fuqarolar nomidan mana 4 ta 5 ta dom bo'lsa, hammasi mana qo'l qo'yilgan. Mana bu prokuraturani qabul qildik degan imzosi. 4 oy, 5 oy kelgan yo'q, 4 oy, 5 oydan keyin kelyapti. Bir o't o'rib ketdi. Undan oldin musorni uyib qo'ydi, 5 oy yotdi. Ariq tozalamaydi. Ya bir podyezdi, ya domlarni kirishasidan suv o'tsa, mana tarnovlardan suv oqib, uylar zaklab yotibdi. Kim uyini remont qilsa, bir 4-5 kundan keyin bir yomg'ir yoqqanda bo'lsa, hammasini uyi hali remonti 1 tiyinga qimmat bo'ladi. Mehnati, puli ham kuyadi, mehnati ham kuyadi. Shunday ekan, mahalla aholisi tomonidan haqli savol o'rtaga tashlanmoqda. Boshqaruv servis kompaniyasining vazifasi nimadan iborat? Ushbu masala yuzasidan mutasaddi mas'ullardan munosabat kutib qolamiz. Shirkatlar u mas'uliyati cheklangan jamiyat hisoblanadi. Ularning vazifasi mana shu aholidan nima deydi, belgilangan tartibda, qonunda belgilangan tartibda pul yig'adi. O'sha orttirilgan puldan aholining o'ziga xizmat qiladi. Bu xizmat qanday? Musurini oladi, ko'kalamlashtiradi, shiferini remont qilib beradi, umumiy ishlarni amalga oshiradi. Lekin bizlarda to'g'ri qarz 2 tomondan bo'ladi. Men mana shu 2 oydan beri men shirkat bilan shug'ullanib yurgan inson sifatida domma-dom shugina 17 ta domga kirib chiqdim. Hamma shirkatdan norozi. Men shirkat rahbarini chaqirdim. Nega sendan norozi? Nega ishlamaysan? U aytayapti. Birinchidan xalqimiz shartnoma qilmaydi deyapti. Ayrim 80% shartnoma qilmaydi. Ishchi guruh hozir o'rganyapti. Deputatlarimiz o'rganyapti shu masalani. Ikkinchisi boyagi nima deydi? Pul tushumlari yetarli bo'lmagani uchun o'sha ishlarda amalga oshirilmayapti. Shu sababdan meni o'zim mana shu oyda hisobida bu farmoyishimiz ham qabul qilingan, deputatlarimiz tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan 600 million so'm mana shu tumandagi ko'p qavatli uylarda yaqinda hammani xabari bor. Salgina bir shamol bo'lib, ko'p qavatli uylarimizda ham ustiga ziyon yetganligi sababli 600 million pul o'tkazib berdim. Pul 3 kun oldin deputatlarimiz tomonidan ma'qullandi. Albatta ana shu uylarning ustini shiferini qilish, yog'ochini olib berish yoki qayerga bir ziyon yetgan bo'lsa to'g'rilab berish uchun men pul o'tkazib berdik, ortilgan mablag'imiz hisobidan. Biz ertaga shaxsan o'zim boraman. Mana mutaxassislarni olamiz, shirkatda ham olamiz. Bari shirkatga hokimiyatda ko'magi kerak bo'lar ekan. Men ichiga yurganim uchun aytayapman. Shirkatda ham ko'p shirkatlarda ham ayblashimiz salgina noto'g'ri bo'lyapti. Endi xalqimiz ham o'sha pulni vaqtida, muddatida bermaydi-da, ortiqcha narsalarni talab qiladi. Endi shu darajaga yetishimiz uchun yaxshi bo'lish uchun salgina bizga vaqt kerak bo'ladi, shirkatlarni to'g'rilab olishimiz uchun, yaxshi rahbarlar pul tushumlarini to'g'rilab olishimiz uchun, pul to'lovlarini vaqtida to'lashni xalqimizga baribir iltimos qilishimiz kerak. Endi pulda to'g'ri ayrimlar to'layapti, ayrimlar to'lamayapti. Bu muammolar ham bor. Shirkatning ham aybi bor, yeb ketgan joylari bor. Pulni o'zining manfaati yo'lida tegishli idoralarimiz hozir shug'ullanyapti, yeb ketgan joylari ham bor. Albatta mana shu fuqarolarimizni har biri bilan o'zim uchrashib, ertaga xudo xolasa borib, o'sha hozir zavorni ko'rdim, achinarli holat ekan, tozalatib, mana shularni roziligini olaman deb va'da beraman. Rahmat Anvar Mamatovich, albatta nasib ushbu muammolar agar ijobiy
hal bo'ladigan bo'lsa xursand bo'lardik. Ijobiy hal qilib beramiz. Nomidan, chunki biz avvalgi lavhamizda bugun kengaytirmadik, keyin o'sha rahbarlarda o'zgarish bo'lganligi sababli qo'ya olmadik ularning gapini va o'shanda biz bergandik u lavhani. Agar so'rasalaringiz taqdim etamiz. Mana shu fikr deyarli 80% dan ko'p fuqarolar 1 yillik 2 oylik to'lovlarni qilgan holatlarini biz kvitansiyalar bilan ko'rsatib taqdim qilgandikda oldingi safar. Hozirgi kunda ruxsat bersangiz, endi vaqt ketsa ham umuman hozirgi kunda muhtaram yurtboshimizda inson qadri degan bugungi tamoyillariga bu masala to'g'ri kelmaydi. Bu to'g'risini aytishimiz kerak. Bu men boshchiligimni tashkilotlarning aybi. Ertaga borib masalasini yechib sizlarga videolarigacha, tashakkurnomalarigacha olib beramiz. Nima shuncha ishlarni qilyapmiz, borib 2-3 ta davomda bemalol qilish imkoniyatimiz bor. Qilib fuqarolarimizni rozi qilamiz. Bu bizning majburiyatimiz. Rahmat. Bizda yana savollar kelibdi. Denov tumani Nurli Manzil mahallasidan Aziza Sultonovaning savollari. Madaniyat ko'chasidagi 142-sonli ko'p qavatli uyda yashovchilar nomidan uyning tom qismini yopish, bolalar maydonchasini ta'mirlash masalasida yordam bering. Har hafta hashar yo'li bilan hududni tozalaymiz, lekin atrof abgor bo'lgani uchun befoyda bo'lmoqda deblar. Aynan shu masalada ekan, ular yaqin masala ekan savol. Hozir savolga javob berdik. Shunday. Bu masalalarni yechamiz. Rahmat. Bizda hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari, navbatdagi lavhamiz bor. Ushbu lavhani ham namoyish etsak, marhamat. Tumanning Qaytmas mahallasi hududidan o'tuvchi tuman markazini bir nechta mahalla bilan bog'lab turuvchi asosiy yo'l 7 oydan buyon asfaltlash ishlarini kutib turibdi. Mahalla aholisi so'zlariga ko'ra, bu borada mutasaddi tashkilotlarga qilingan murojaatlar natija bermagan. Mana yo'lda ahvoli mana shu qanchadan beri toshni to'kib qo'ygan, buyog'i kelib asfalt qilmaydi, chang bo'lib, narsa bo'lib, shunday uylarda ahvoliga changga to'lib ketdi hamma yoq. Uni ustiga keladi, nima bilan zasipkani uradi, uylarni zirlatib, yorib tashlayapti. Bu asfaltlarni qachonlardir qilinadi endi bu. Mahallaga borsak, u mahalla ishlamasa, boshqa qilmasa, kimga borib murojaat qilishimiz kerak? Har kuni chang charchab ketdi odam bu changdan. Ushbu masalalar yuzasidan mas'ul tashkilotlardan munosabat kutib qolamiz. Endi bunga o'zim har kuni o'sha ko'chadan o'taman. Mana yo'l bo'limining vaqtincha bajarib boshlig'i turibdi. Bizda o'zi kecha qilishimiz kerak edi u yo'lni. Kecha qilishimiz kerak edi, lekin bizda shu bitim degan bir mahsulotimiz bor. U to'g'ri, hamma to'g'ri tushunish kerak. U zakaz qilganmiz. Qachon keladigan bo'ldi? Ertaga keladigan bo'ldi. Xudo xolasa mana shu hafta biz to'liq asfalt qilamiz. Shu haftadan bir kun ham o'tmaydi, biz va'da beramiz, uni qilamiz. Chunki shaxsan o'zimni viloyat hokimimizning nazoratida turibdi. Shu haftadan qolmasdan biz asfaltini qilib beramiz. Rahmat. Obodon mahallasidan Hamroh Haqqulov: mahallamizda toza ichimlik suvi yo'q. Tuman hokimligiga bir necha bor shu masalada murojaat qildik, ammo natija ham xatlarimizga javob ham bo'lmadi debdilar. Qayta murojaatdan boya javob bergandik. Biz shu sababli teletomoshabinlarimizga doim iltimos qilamiz, ko'rsatuvni boshlashdan avval hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, tomoshabinlar bizga ko'rsatuvimiz to'g'ridan to'g'ri efirga uzatiladi va ayni jarayonda savollarni tahrirlash imkoniyati bizda mavjud emas va shunday bo'lsa-da siz Xalq bilan muloqot Telegram botiga yoki Telegram raqamimizga yoki o'sha telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib murojaat qoldirgan bo'lsangiz shuni o'zi yetarli. Albatta kelib tushgan eng oxirgi savolni o'qib tugatmaguncha ko'ryapsiz, ko'rsatuvga yakun yasamayapmiz. Belgilangan vaqtdan yarim soat, undan ko'proq vaqt o'tib ketgan holatlari ham bo'layapti. Lekin o'sha vaqt ajratib bizga murojaat qilganligi uchun tomoshabinlarimiz ularning murojaatini e'tiborsiz qoldirmayapmiz. Shu sababli bir manzilga murojaat qilsangiz shuni o'zi yetarli bo'ladi va sizning savolingizni qayta o'qib va unga izoh berish uchun mana ancha vaqt sarflashimizga to'g'ri keldi. O'zi shunday ham cheklangan vaqtimizni behuda ketkazishga sabab bo'ladi. Yana bir bor iltimos qilamiz, bundan keyin ham teletomoshabinlarimizga savollarni takror qayta yo'llashingizga hojat yo'q. Bizda esa navbatdagi lavhamiz bor. Ushbu lavhani ham namoyish etsak va savollarga javob bersak. Marhamat. Denov tumanining O'rikzor mahallasida yashovchi fuqaro Salim Ashurov tahririyatimizga murojaat qildi. Fuqaro bilan bo'lgan suhbatimiz davomida u quyidagi muammolarni bayon etdi.
bitta xonada mahalla 7 ishlayapti. Mana bu yerda hashar yo'li bilan bino qurilgan edi mahalla 7ligi uchun. Mana shu binoni topshirishga yordam berishlarini iltimos qilib so'rayman. O'rganishlar davomida ma'lum bo'lishicha, hashar yo'li bilan qurilgan mahalla binosi avtomobil yo'llari bo'limi balansida turibdi. Shuningdek, fuqaro ichki ko'chalardan birida transport vositalari tezligini nazorat qiluvchi qurilma o'rnatish masalasini ham ko'tardi. Ma'rifat ko'chasi bilan Al-Buxoriy ko'chasiga mashinalar juda tez qatnayapti. Chunki bu yerda maktablar bor, bolalar bog'chasi bor. Piyodalarga yo'l bermayapti. Katta tezlikda radar, video kamera, keyin sun'iy notikasi o'rnatib bir chorasini ko'rsinlar. Mazkur masalalar yuzasidan sohaga mas'ul mutasaddilarning munosabatini kutib qolamiz. Aynan ushbu murojaat nafaqat bizga, balki o'sha yuqori idoralarga yo'llangan va ular orqali ijrosi o'rganish bizga yuklangan edi va fursatdan foydalanib lavha tayyorlab keldik. Marhamat mas'ullar. Hozir buni o'zim borib ko'rganman. U markazda joylashgan, Denov avtoyo'l bo'limining ichida joylashgan. U ko'rsatilgan bino hozir tuman avtoyo'lni balansida turibdi. Arada tuman avtoyo'l sudga bergan ekan, o'zim iltimos qilib xat berib, hozir ijro harakatlarini qonuniy tartibda to'xtatdik. Lekin biz hozir yangi ichki ishlar bo'limining orqa tomonidan yangi mahalla qurish ishlarini olib borganmiz. Hozir beton ishlari tugadi. Ozgina pulimiz yetmaganligi sababli to'xtab qoldi. Biz ushbu mahallaga yangi bino qurib beramiz. Ikkinchi murojaatlari bo'yicha mana ichki ishlar bo'limi boshlig'imiz yozib olyaptilar. Albatta yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha borib o'rganib biz amaliy yordam beramiz. Hozirgi murojaat bo'yicha borib joyida o'rganamiz. Qonuniy me'yorga to'g'ri kelsa, aytgan murojaatlarni ijobiy hal qilib beramiz. Rahmat. Bizda so'nggi lavha bor. Ushbu lavhani ham namoyish etsak, vaqtimiz ham kam qolyapti va lavhada ko'tarilgan masalaga javob bersak. Marhamat. Denov tumanining Shamoli mahallasida istiqomat qiluvchi Gulandon Oqbutayeva turmush taqozosi bilan og'ir hayotiy sinovlarga duch kelgan. U 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan boshpanasizlik muammosi sababli ko'chada og'ir sharoitda yashashga majbur bo'lmoqda. 4 ta farzandim bor, 6-soyga tushganman. Turmush o'rtog'im aliment bo'yicha hozircha yo'q. Toshkentda deyapti 1-2 kishilar. Keyin shunga o'zimiz tirikchiligimiz ko'rak deb shu yerga savdo sotiq qilib, choy puli qilib o'tiribman bolalarimni bo'g'ib. Mana shu yerda yashaysiz, a? Shu yerda yashab, shu yerda tirikchilik qilyapmiz. Necha oydan beri shu yerda yashaysiz? 2 oydan oshdi. Onam ham obodonlashtirishda ishlaydi, yordam berib, qo'llab-qo'ltiqlab turibdi yinaman. Uyga borganim bilan hali yordam puli chiqarmasa, bolalar puli chiqarmaydi. Men uyda o'tirganim bilan hech kim menga non bermasa, o'zimiz nonimizni o'zimiz topib yeyishimiz kerak. Bitta emas 4 ta farzandim bor. Pampers pul deymiz, qo'shimcha ovqat deymiz bolalarimga. O'qiydi, 3-sinfda o'qiydi, 1-sinfda o'qiydi. Keyin 6 yoshli, keyin bo'l. Qizlarimga ichim achiydi-da. Ertaga sovchi kelar, ko'zim ochib yumgunimcha. Nima deyman? Ertaga sovchi kelsa, yetti pushtimni so'raydi. Kimsan, qayerdansan, yinang kim deydi misol. Dunyo hokimi kelib, mayli singil turaver. Kim nima desa, ana qilib ro'zg'oringni terbat dedi. Hech kimdan bir ana qilib yomon yo'lda yurganing yo'q, yomon ish qilayotganing yo'q dedi. Halol bolalaringni halol bo'g'ib qilaver dedi. Moddiy tomonlama bir yordam qilish choralarini ko'ramiz deb aytmadimi? To'k-po'klarni qilib o'tkazib beramiz dedi. Undan keyin hali kelgan yo'q. Bu yoqda ishlari o'zlarining ko'payib ketganda papli nima qilayin, imkonim yo'q. Bir joyga bora olmasam, aka-uka ham o'z kuniga omon bo'lsin. Ma'lum qilinishicha, yordam tariqasida Denov tumani hokimligi tomonidan Gulandon Oqbutayevaga bir necha bor yordam ko'rsatilgan, biroq bu ko'maklar oilaning barqaror hayot kechirishi uchun yetarli emas. 4 nafar voyaga yetmagan farzand bilan yolg'iz ayolning katta yo'l ustida turmush kechirishi albatta oson emas. Ushbu oilaga yordam tariqasida tadbirkorlar ko'magiga tayangan holda bo'lsa ham munosib sharoit qilsa bo'lar edi. Ammo ushbu masala yechimini topmay qolgan. Bu singlimizni to'g'risini aytsam, bir kun chegaraga mana bizni ichki ishlar bo'limi boshlig'imiz bilan, prokurorimiz bilan bordik. Qiyin ahvolda turgan ekan, qovun sotib turgan ekan. Keyin ancha 2 soatlar suhbat qildik. Singlimiz bilan Oltinsoyga turmushga chiqib ketgan ekan. Hozir yangilik eshitdim. Xo'jayini bilan yarashibdi. Hozir kelguncha men surishtirdim. Xo'jayini bilan yarashibdi Oltinsoyga. Ayasi bilan ham gaplashdim. U yerda keyin sal qorong'uroq ekan, elektrosetga telefon qilib, men ming bor uzr so'rayman singlimizdan. Elektrosetga ham rahmat aytaman.
borib ijobiy hal qilib bergan ekan. Rahmat sizga. Mana televideniyadan aytyapman sizga rahmat. Hal qilib bergan ekan. Shaxsan telefon qilib aytdim. Opam aytdi hozir hal qilib berdi deb. Shuning uchun singlimizga biz qo'llab-quvvatlaymiz. O'sha kuni ham qo'limizdan kelgancha endi bu to'g'ri tushuncha bo'lmasin, yordam berganmiz. Albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Hozir yana qaytishda u ayasini ham yaxshi taniyman. Biz obodonlashtirish boshqarmasida ishlaydi. Men o'zim aytdim, shu yerda agar 1-2 so'm tirikchilik o'tayotgan bo'lsa, singlim tirikchilik qilgin. Ichkariroqqa kiringlarda biz svetlarni yoqib beramiz. Bironta agar noqonuniy bo'lsa ham, agar biron bir soliqchi, polochi kelsa, telefonimni berdimki, telefon qilasan. Qiynalgan bo'lsang, tirikchilik qilib turdi. Men aytganman bu gapni. Albatta yana boramiz, hozir ko'pchilik bo'lib, yana qandaydir bir yordam masalasini ko'ramiz. Rahmat Anvar Mamatovich, albatta ushbu yurtdoshimizni ayolni o'zlari ham buni tan olyaptilar va aytyaptilar. Xalqimizda nazarimda mana shuni bilib faqat nimadir aytib so'ramadilar, lekin o'sha sharoitlar haqida gapirdilar. Buning uchun demak, nima deydi, hali vijdoni uyg'oq inson ekanliklari shunday ko'rinib turibdi va biz iltimos qilardik, o'sha to'g'ri bugun hamma uy joyi yo'qlikka uy qurib berish, uy joy qurib berish bugun qaysidir davlat idorasini, hokimlikni qo'lidan kelmasligi mumkin, ammo o'sha mahalla faollari yurtimizdagi o'sha tashabbuskor bir yaxshilik qilishni niyat qilgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, albatta mana o'sha mas'ullar bilan bog'lanib yordam ko'rsatilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Bizda Telegram raqamimizga kelgan savollarimiz bor. Paxtakurash mahallasi Manzara ko'chasi 20-uyda yashovchi Ismoilova Shohida bo'laman. Hokim boboga rahmat, ko'chamizni asfalt qilib berdilar debdilar. Assalomu alaykum, hurmatli hokim bobo. Bizning Yangiobod mahallasi Oqtom qishlog'i ichimlik suvidan juda qiynalganmiz. Mahallamizdagi suv inshooti yomon ahvolda. Shuni ta'mirlab berishga yordam bering. Mahalla nomidan Daminov Baxtiyor. Javobingiz uchun oldindan rahmat debdilar. Endi hokim boboga murojaat qilibdi. Mana rahbar bilan borib o'rganasiz. Borib pulini hal qilamiz. Ijobiy hal qilib beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Denov tumani Nurli manzil ko'p qavatli MFI Madaniyat ko'chasi 142-uy 13-xonadonda yashovchi fuqaro Sultonova Azizaman. Sizlarga shuni ma'lum qilmoqchiman. Bizning ko'p qavatli uyni tom qismimiz 18-may kuni bo'lgan kuchli shamol oqibatida yaroqsiz holatga kelgan, yarim qismi ko'cha hovlisiga tushish holatida turibdi. Bolalar maydonchamizga ham achinarli abgor holatda. Sizlardan iltimos ushbu muammomizni hal qilishda yordam bersangiz debdilar. Bunga javob berdingiz yuqorida Anvar Mamatovich. Javob berdik. Salgina xalqimizdan, o'sha mahalladoshlarimizdan nima deydi, to'g'ri tushunishini xohlaymiz. Baribir davlatning puli belgilangan pul. Boya aytdim, 600 million pul o'tkazdik. Shu etapni hamma masalalar yechildi, endi qilib beramiz. Hammasini yopib, suv o'tmaydigan qilib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Denov hokimiga murojaatim shuki, men Qorjovova Mengnor Moma, Qo'zichoqli mahallasi fuqarosiman. Yolg'iz onaman. Qaramog'imda 3 ta 1-2 guruh nogiron bolalarim bilan yashayman. 5-mart kuni hokim Anvarjonning qabulida moddiy yordam so'rab kiruvdim. U inson oilaviy sharoitimni aniq tushunib, nogironlarimga yordam berishini aytib, uy ta'miriga qurilish material olish uchun 20 million mablag' ajratish bo'yicha inson ijtimoiy xizmatiga topshiriq berdi. Biroq insonparvar yordamida haligacha olmadim. Sababi vaqtincha vazifa bajaruvchi mahalla rais xabar topib, hokim topshirig'iga to'sqinlik qilib, qishloqda hokimda ish faoliyatini shubha ostida qoldirmoqda. Meni va nogiron bolalarimni Murvat uyiga majburiy topshirib yubormoqchi bo'lmoqda. Sog'lom insonga nisbatan tuhmat-ku. Hokimimizdan so'rayman. Masalaga adolatli qarab, mahalla raisi 7 yillikda ish joyi mahalla 7-ligini ish jarayonini ko'rib chiqsangiz debdilar. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'imiz shug'ullangan bu masala bilan ruxsat bersalaringiz. Marhamat. Ruxsat bersangiz, hurmatli boshlovchi, haqiqatan men shaxsan uyiga borganman. Menlar boboni qabul ham qilganman. Lekin noto'g'ri tushuncha bo'lgan, bolalarni hech qanaqa unaqa joyga olib ketamiz demagan. Chunki ikkita kasalxonani o'zim gaplashganman, unaqa holat bo'lmagan. Uyning ta'miri masalasi bo'yicha
ijtimoiy himoyadan haqiqatdan u reyestr kelishi masala bo'lgancha vaqt talab qilgani uchun biz o'zimiz aytgandek saxovatpesha ko'mi tadbirkorlardan yordam so'rab uyiga yangi quriladigan uyiga shefer taxta olib berganmiz. Keyin uyiga borib holdan xabar olganmiz. Hozir endi undan keyin sokin bilan yana gaplashib olib, qo'shimcha nima yordam bo'lsa qilamiz, lekin haqiqatdan uyda ahvol og'ir. 3 ta nogiron bola bor, ishlaydigan odam yo'q. Bitta momoni o'zida sal momoda shu uy skor o'tsa shunaqa tushuncha bo'ladi. Momoda ozgina meni bolalarim olib ketadi degan tushuncha bo'ladi bular. Onada. Ha, ona, lekin uni nazorat qilib turibmiz. Hech qanaqa unaqa masala bo'lmaydi. Abdujalilova Zebniso Denov tumani Chuqurqishloq mahallasi Istiqlol ko'chasi 66-uyda yashayman. Oilada 4 xo'jalik yashaymiz. Mashina, uy hayvonlari birorta narsamiz yo'q. Bolalar nafaqasi uchun har oy arza topshiraman. Mahalla yettiligi rad beryapti. Ijtimoiy xodimimiz Hadanova ismlarini aytmaymiz, uyimizda tekshirishga kelib noqonuniy uy hayvonlarini ro'yxatga kiritib qo'ygan debdilar. Ijtimoiy. Assalomu alaykum. Men Denov tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi rahbari Erkin Jumayevman. Xo'p, bu fuqaromizni o'sha Vazirlar Mahkamasining 596 sonli qaroriga asosan fuqarolarimiz bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olish uchun 3 turda murojaat qilishlari mumkin. Bular mahalla raisiga, mahallada ijtimoiy xodimiga yoki bo'lmasa o'sha o'zlari tomonidan o'sha onlayn murojaat qilishlari mumkin. Bu birinchi nimasi. Ikkinchi, o'sha inson ijtimoiy xizmatlar markazida 19 ta tashkilotlarda uzviy bog'langan kompyuter. Ular o'sha birinchi navbatda topshirganda arizasi o'sha 19 ta tashkilotdan nomida mashinasi bormi yoki ikkita turar joylari bormi degan savolga birinchi etapda javob beriladi. Bunda agar o'sha fuqaroning noturar joyi yoki mashinasi yo boshqa turdagi narsasi yo xorijga chiqib ketmaganligi aniqlansa, bu murojaat mahalla yettiligiga borib tushadi. Mahalla yettiligiga borib tushganda ijtimoiy xodim tomonidan so'rovnoma o'tkaziladi uyning holati to'g'risida. So'rovnoma o'tkazilgandan keyin mahalla raisi tomonidan bu so'rovnoma tahrirlanadi. Haqiqatan shu bormi yo'qmi? Mahalla raisi tahrirlagandan keyin mahalla yettiligi tomonidan ushbu murojaat ko'rib chiqilib tasdiqlanadi. Shundan keyin bolalar nafaqasi yo olishi yo olmasligi belgilab beriladi. Bu murojaatni o'zim hozir yozib oldim. Ko'rib chiqib, o'sha sizlarga alohida o'sha bazamizdan ko'rib yo bo'lmasa o'sha joyiga chiqqan holda axborotini beramiz. Siz bazada ko'radigan bo'lsangiz, baribir istaysizmi yo'qmi, o'sha mahalla yettiligi tomonidan tasdiqlangan holatni ko'rasiz-da. Yo'q. Real holatni ko'ra olmaysiz baribir. Fuqaroni borib o'rganmaydigan bo'lsangiz. Shu o'rganib sizga axborot. Chunki aynan Denovda bu holat bo'lgan, o'zim guvohi bo'lgan holatim bor va bu haqida buni yaxshi xabaringiz bor. Men o'sha boshqarma boshlig'iga tashlab berib javobini olganman va shunda ham vaqtni cho'zib bu o'sha kerak bo'lsa ijtimoiy xodimingizni moddiy mablag'larni olgan jarayoni yozib isboti bilan riyosman tashlab berilganda ham hech qanaqa chora ko'rilmagan. Navshahar mahallasida ana shu men tashlab bergandim aslida boshqarma boshlig'iga. Hali bu safarda ham qaytamiz. Shunda isboti bor joyda ham hech qanaqa chora ko'rilmadi. Chunki mana shu holat bo'lishi mumkin bunda ham demoqchiman-da. Bu chunki ijtimoiy xodimlar agar qanaqadir nima qilmaydigan bo'lsa, xohlamasa, bu shu savol beryapti. Menda yo'q, uyimda hech narsa yo'q, lekin mening nomimda o'sha chorvasi bor deb berdi deyapti-da. Endi hozir joyiga chiqmay urgan bo'lmay, yerda mehnatga bu fuqaroni taniysizmi? Mehnatga layoqatli fuqarolar fuqaro bo'lishi mumkin xonadonda. Shuning uchun joyiga borib, baribir o'sha tuman komissiyasi bilan birgalikda borib o'rganganimiz yaxshi. Albatta yaxshi, lekin o'sha xolislik bo'lsa undan ham yaxshi bo'ladi. Xolislik bo'lmaydigan bo'lsa, istaysizmi yo'qmi? Chunki bu holatni qiyin masala, o'zingiz bilasiz, bu jarayonda ichida yurgan insonsiz bu holatda o'sha noqonuniy holatlar nafaqat Denov tumanida butun yurtimizda bo'layotganligiga guvoh bo'lyapmiz shu masalada. Bizlar navbatdagi savol Bozorova Zargul. Denov tumani Zahartepa mahallasidan murojaat matni. Denov tuman IB boshlig'i tibbiyot kolleji oldidagi svetofor o'rnatib bersangiz, ko'ngilsiz hodisalar ko'p bo'lyapti dedilar. Bu mahalla raisining murojaati, mahalla raisi bilan gaplashganmiz. Biz 5 ta svetofor o'rnatish bo'yicha berganmiz, shuni 2 tasi keldi. Hozir dastur asosida bilasiz, moddiy bilan bog'liq tomoni bor. Yana 3 tasi etab kelganda o'sha yerda murojaat qo'yganmiz. Lokatsiyalarni tashlab hujjatini qilib berganmiz.
Rahmat. Anvar Mamatovich bizga ajratilgan vaqt yakuniga yetib boryapti. Agar so'nggi xulosalar, fikrlar bo'lsa qisqacha bir daqiqa vaqtimiz bor. Marhamat. Avvalambor sizga, rahbariyatga katta rahmat aytamiz. Mana shu ko'rsatuvni tashkil qilib, bizlarni mana shu yerga olib kelib, muammolarni ko'tarib, xatolarimizni ko'rsatib berganlaringiz uchun men tumanimiz ahliga foydalanib aholisiga murojaat qilmoqchiman. Albatta kamchiliklarimiz ko'p bugungi kunda tumanda. Ayniqsa yana bir marta aytaman, elektr energiya bilan bog'liq, suv bilan bog'liq, yo'l bilan bog'liq muammolarimiz ko'p yig'ilib qolgan. Endi asta-asta hammasini tartib bilan, baribir hammasiga pul bilan bog'liq masalalar. Albatta hammasini men va'da beraman. Mana shu tashkilot rahbarlarimiz bilan, hurmat qiluvchi idoralar rahbarlari bilan xalqimizni har bitta murojaatini, har bitta muammosini qo'limizdan kelgancha qonunda belgilangan tartibda albatta yordam beramiz. Agar bugungi kamchiliklarga, ko'rsatilgan kamchiliklarga yo'l qo'yganimiz, albatta bu bizda aybimiz. Albatta buning uchun Denov xalqidan biz uzrimizni so'rayman shaxsan o'zim. Kamchiliklarda 24 soat harakat qilyapmiz, albatta bartaraf qilamiz. Biz tumanimiz ahliga va'da beramiz. Jips bo'lib, nimaki muammolar bo'lsa, tartib bilan, vaqt soati bilan hammasini bartaraf qilamiz. Albatta biz yurtboshimizda har bitta topshiriqlarini, viloyat hokimimizning har bitta topshiriqlarini bekamu ko'st bajarishga harakat qilamiz. Albatta biz hech qanday bir biz o'zimizda unaqa deyishga haqqimiz yo'q. Biz xalqimiz uchun mana shu yerda o'tirgan barcha rahbarlar bilan birga xizmat qilamiz. Albatta majburiyatlarimizni bajaramiz. Rahmat. Rahmat Anvar Mamatovich, ko'rsatuv tugatamiz degandik. Yana bu yoqqa Telegram botimizga va hamkasblarimiz savolda olib keldi. Keling o'qib bersak qisqa. Akramov Otabek Denov shahridan murojaat qildilar. Murojaatim shundan iboratki, murojaatim bizning Denov tumanimizda Gulobod mahallasida aholi yashash joyida tovuq fermasi mavjud. Bu tovuqlarning axlat hidiga yashab bo'lmayapti. Iltimos chora ko'rishni so'rab qolamiz. Mahallamizda og'ir kasallarimiz bor. Ular juda qiynalishyapti. Iltimos shunga chora ko'rsalaring debdilar. Bu ariza bo'yicha ham shaxsan o'zim borganman, o'rganganman. Viloyat hokimimizga ham murojaat qildilar opalarimiz. Borib mana ekologiya, SES xodimlari borib o'rgandi. Bu masala yechildi, bartaraf qildik. Hozir tekshiruvda turibdi. Viloyat SES rahbariyatining shaxsan nazoratida ekologiya bilan hozir xavf bartaraf etilgan, tadbirkor bilan gaplashganmiz. Borib uchrashib, u bartaraf qilgan. U 10 kun oldin, 15 kun oldin shunaqa murojaat bo'ldi. Borib o'rganib, uni bartaraf qildik. Hozir ikkita mana shu bizda parrandachilik korxonamiz bor. Ularga shu masalalarni yechish masalasida hozir belgilangan tartibda adirlik joydan yer ajratish masalasini ko'ryapmiz. Davomli bu ishlarni amalga oshiramiz. Bironta bundan keyin muammo bo'lmaydi. Rahmat. Minor mahallasidan Qodir Mamarahimov mahallamiz 50-yillar asfalt qilingan edi. Yo'llar o'yilib qolgan. 2 kilometr masofadan ichimlik suvini tashib ichamiz. Simyog'ochlar chirib qolgan debdilar. Qani yo'l bo'limiga beringizlar qani. Bu yo'l avtoyo'l balansidagi yo'l, o'zimiz xizmat ko'rsatgan yo'limiz. Bu yerda hozir asfaltlash ishlari olib borilyapti. Yaqin kunlarda tamom ijobiy xalqqa beramiz. Ichimlik suv. Joyiga borib o'rganib chiqamiz. Joyiga borib. Hudud o'zi suvlashtirish, ichimlik suv bilan ta'minlanganmi yo'qmi? Yo'q, Minora mahallasi bizda balansda ikkita quduq bor, ishlab turibdi, lekin mahalla to'liq ichimlik suv bilan ta'minlanmagan. U turba tortishlari bo'yicha viloyat suv ta'minoti bilan gaplashib takliflarimizni berganmiz. Suv quvurlari berish bilan o'tkazib beramiz. Rahmat. Ruxsat bersangiz boshlovchi. Men Denov tuman hokimi birinchi o'rinbosari Isom Sherzodman. Bu Minora mahallamiz mana shu
hurmatli tuman hokimimiz yuqorida ta'kidlaganda 26 ta mahallamiz bittasiga tushgan, 3 milliard so'm mablag'lar ajratilgan. Haqiqatan yo'l bo'yicha masalalari ham bor, suv bo'yicha ham bu suvlari dasturga kiritilgan. Mana shu ajratilgan mablag' hisobidan yo'l bo'yicha ham kiritilgan. Eng bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Mana shu mahallamiz faollari tomonidan mana shu oqsoqol murojaatchini ham taniymiz. O'zlari bosh bo'lib, mana shu yillik belgilangan soliq rejasini mana shu 6 oylik davomida to'liq bajarib qo'yib, hurmatli hokimimiz o'zi ham alohida o'zlariga minnatdorchilik bildirgan. Qo'shimcha yana dasturdan tashqari 2 kilometr yo'lni asfalt qilib berishdan kelishib olganmiz. Mana shu va'da berganmiz, qilib beramiz oqsoqolga. Yaqin kunlarda bajariladi. Rahmat. Oxirgi savolimiz bor ekan. Denov tumani O'shor qishlog'ida yashovchi Kenjaboy To'rayevdan O'shor qishlog'ida elektr ustunlari muammosi bor. Qishda oylab elektr o'chib qoladi. Hokimiyatga ko'p murojaat qilganmiz, yechim yo'q debdilar. O'shor mahalla bizni haqiqatan ham og'ir hududimizga kirgan. Tog'li joy hisoblanadi, o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Borib o'rganib, ijobiy hal qilish chorasini ko'ramiz. Hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, qadrli teletomoshabinlar, bugun studiyamizga tashrif buyurganlaringiz uchun Anvar Mamatovich, siz boshchiliginizdagi barcha mas'ullarga va savollarimizga bergan javoblaringiz uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va ishonchimiz komil. Bugun mana shu yerda o'qib eshittirilgan savollarga albatta barchasiga ham yaqin qisqa fursatda yechim topish imkoniyati yo'qligi tabiiy hol, lekin imkoniyati borlariga agar yechim topilsa yoki o'sha fuqarolar bilan bir suhbatlashib, ularga qaysidir ma'noda ko'mak ko'rsatilsa, bundan albatta sizu bizning mana shu yerda bugun 1 soat yoki undan ortiqroq ketkazgan vaqtimiz besamar ketmagan bo'ladi. Sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz tashrif uchun va savollarimizga bergan javoblaringiz uchun. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan Xalq bilan muloqot ko'rsatuvining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.